Bo'lmasa boshqa o'rniga bu mavzuyimiz ham. Nima ekan birinchi elektr maydonidagi o'tkazgichlar. Hop, bo'lmasa yozib qo'yaylik daftarga o'tkazgich nima, dielektrik nima, hammasini yozib qo'yamiz. Yozdik. Moddalar elektr o'tkazuvchanligiga ko'ra 3 guruhga ajratiladi. Moddalar elektr o'tkazuvchanligiga ko'ra 3 guruhga ajratiladi. Hop, bulardan birinchisi elektriklar yoki o'tkazgichlar, ikkinchisi dielektriklar yoki o'tkazmaydiganlar, va uchinchisi yarim o'tkazgichlar. Yarim o'tkazgichlar. Uchta turini yozib bo'ldingmi? Hop, umumiy holda qarang, ta'rif beramiz. Elektriklar o'zidan elektr zaryadlarini o'tkazadi, ya'ni yoki elektr tokini o'tkazadi. Dielektriklar bo'lsa o'zidan elektr zaryadlarini o'tkazmaydi yoki elektr tokini o'tkazmaydi. Endi yarim o'tkazgichlar bo'lsa normal sharoitda juda yomon o'tkazgich hisoblanadi, ya'ni juda yomon zaryad o'tkazadi, lekin uni yoritishimiz yoki isitishimiz natijasida u yaxshi o'tkazgichga aylanib qoladi. Tushundingmi? Endi nimaga bunaqa bo'ladi desa, bu hammasi bulari atom tuzilishida. Qarang, atomning markazida musbat zaryadli yadro bo'lishini va ular atrofida manfiy zaryadlangan elektronlar orbitada harakatlanib yurishini o'tgan narsa o'tganligiga elektronlari joylashishi aniq bitta tartib bilan bo'ladi. Bu tartiblarni keyinroq o'tamiz. Birinchi orbitada aytaylik, 2 ta elektron bo'lsa, uchinchi orbitada ham 2 ta deb joylashtirib turamiz va uchinchi orbitada ham 2 ta elektron bo'lsa, hop, qarang, agar zaryadlar eng tashqi orbitada ham joylashgan bo'lsa, bular o'tkazgich bo'ladi. Nimaga o'tkazgich bo'ladi? Chunki buni yonida ham o'tkazgich qattiq jism bo'ladi. Buni yonida ham nima bor? Atom bor. Mana elektron harakatlanib kelib, mana oraliqqa tushib qolgandan keyin bu atomga ham o'tib ketishi mumkin yoki mana atomda ham qolishi mumkin. Tushundingmi? Shuning uchun bundagi elektronlar erkin harakatlanib yuradi. Buni erkin elektronlar deymiz. Hop, tushundingmi buni nimaga o'tkazgichlar deyishini? Agar biz bunga zaryad beradigan bo'lsak, zaryad berilganda u nima qiladi? Manfiy zaryadni yo o'ziga oladi yoki shu manfiy zaryadni, ya'ni elektronni boshqa jismga beradi. Agar biz bunga zaryad beradigan bo'lsak yoki buni elektr maydonga kiritib qo'ysak, mana bunday musbat zaryadlar to'plangan maydonga kiritsak, bu tomonga qarab yo'nalgan maydon hosil qiladimi? Bu musbatga elektronlar nima qiladi? Tortiladi. Mana bu tomonda turgan erkin elektronlar ham bu tomonga qarab harakatlanishni boshlaydi. Tushundingmi? Ya'ni erkin elektron bu aynan bitta atomga birikmagan va atomlar orasida erkin harakatlana oladigan elektron, bu erkin elektron bo'ladi. Bu qaysi moddalarda bo'ladi? Elektriklarda, ya'ni o'tkazgichlarda bo'ladi. Endi dielektriklarda juda quyi qatlamli elektron bo'ladi. Tashqaridagi mana 2 ta orbitada elektron bo'lmaydi. Shuning uchun buni isitsak ham, yoritsak ham, mana bu elektronlar yuqori qavatga chiqa olmaydi. Tushundingmi? Shuning uchun bular o'zida hech qachon erkin elektronlari hosil qilmaydi. Shuning uchun elektr zaryadini o'tkazmaydi bular. Endi yarim o'tkazgichlarda mana ikkinchi orbitada elektron bo'ladi. Biz buni isitishimiz yoki yoritishimiz natijasida bu joydagi elektronlar tashqariga chiqib qoladi. Ya'ni tashqaridagi elektronlar erkin elektron bilan erkin elektronga aylanib qoladi va o'zidan elektr zaryadini o'tkazishni boshlaydi. Tushundingmi farqini? Hop, endi mavzuyimiz nima bo'lyapti?
elektr maydonida o'tkazgichlar deb qo'yibdimi? Ya'ni o'tkazgichda elektr maydonga kiritadigan bo'lsak nima bo'ladi? Misol uchun mana bunday bizga o'tkazgich berilgan. Bunda nima bor? Erkin harakatlana oladigan manfiy elektronlar bor va bir joyda qo'zg'almay turadigan yadrolari bormi, atom yadrolari? Mana shuni birorta ma'lum tomonga qarab yo'nalgan elektr maydonga kiritsak, agarda elektr maydon shu yo'nalishda yo'nalgan bo'lsa, bu nimani bildiradi? Ma'lum tomonda musbat zaryadlar borligini bildiradi, bu tomonda bo'lsa manfiy zaryadlar borligini bildiradi. Tushundingmi? Demak, qaysi tomonga qarab yo'nalgan bo'lsa, shu tomonda manfiy zaryad bor, unga qarama-qarshi tomonda musbat zaryad bor deb qarasak, mana yerda erkin elektronlari bormi buni? Erkin elektronlar harakatlanib musbat tomonga nima qiladi? Tortiladi va manfiy zaryadlar mana tomonga to'planib qoladi. Ya'ni mana tomondagi manfiylar ham bu tomonga o'tadi-da, natijada buni bir tomoni manfiy, bir tomoni musbat zaryadlanib qoladi. Tushundingmi? Bu zaryadlanish usulini o'tgan safar elektrostatik induksiya degan edik. Xuddi o'sha elektrostatik induksiya, ya'ni maydon ta'sirida zaryadlanish. Bu zaryadlanib qolganini tushundingmi? Endi sizga mana bunday savol beryapti. Zaryadsiz metal sharga musbat zaryadlangan kichik zaryadni yaqinlashtirsak, bu metal shar bilan mana bu zaryad, nuqtaviy zaryad qanday ta'sirlashadi deb savol beryapti. Bittasi zaryadsizligini e'tiborga oling, nima bo'ladi? Birlashmaydi. Qanday ta'sirlashadi? Tortishadi, itarishadi yoki ta'sirlashmaydi? Ta'sirlashmaydi. Ta'sirlashmaydi degan bitta javob bor. Sadoqat nima deb o'ylaysiz? Tortishadi nimaga? Siz taxmin qilsangiz ancha yechib qo'yasiz. Nega testda? Xo'p, qarang. Bu metal shar dedimi? Metal bu o'tkazgich bo'ladigan bo'lsa, mana musbat tomonga buni erkin elektronlar o'tib oladi. Mana tomonda faqat musbat zaryadlar qolib ketadi. Tushundingizmi? Mana manfiy tomon yaqinroqmi mana musbatga, natijada bular nima qiladi? Tortishadi bir-biriga. Tushundingmi buni? Agarda manfiy zaryad yaqinlashtirsam, unda tortishadimi, itarishadimi? Mana yetizamiz buni. Manfiy zaryadni yaqinlashtirsam nima bo'ladi? Aralashtirishda bo'lsak, bir-biridan qochadi. Xo'p, endi qaraymiz buni. Agar bunga manfiy zaryad yaqinlashtirsam, bundagi erkin elektronlar bu tomonga qochib ketadi. Mana bu tomoni musbat bo'lib qolib, yana nima qiladi bu? Tortishadi. Tushundingmi? Demak, musbat zaryad yaqinlashtirsangiz ham, manfiy zaryad yaqinlashtirsangiz ham metal jism tortishadi. Chunki metal jismlar, ya'ni o'tkazgichlar elektrostatik induksiya ta'sirida zaryadlanib qoladi. Bir tomoni musbat, bir tomoni manfiy bo'ladi. Tushundingmi buni? Xo'p, keyin elektr maydonni ichidagi o'tkazgichning ichidagi elektr maydon qanaqa bo'ladi? Xuddi mana qarang. Elektr maydonga biz bitta o'tkazgich kiritsak, nima bo'lib qolyapti? Manfiy zaryadlar bu tomonga o'tib qolyaptimi? Musbat zaryadlar bu tomonga qolib ketyapti. Shuni o'rtasidan bo'lsangiz, bu tomondagi zaryadlar bilan bu tomondagi zaryadlar bir-biriga o'zaro teng bo'ladi. Ya'ni qachongacha bu zaryadlar o'tadi? Qachonki mana uni ichida ham elektr maydon hosil bo'ladimi? Bu ham musbatdan manfiyga qarab yo'nalish kerakmi? Mana ichida hosil bo'layotgan elektr maydon tashqaridagi elektr maydonga teng bo'lguncha bu zaryadlanaveradi. Y0, Y'ga nima bo'ladi? Teng bo'ladi. Va ichidagi umumiy maydon kuchlanganligi shunda, Y ichidagi maydon kuchlanganligi ikkitasi qarama-qarshi yo'nalganmi? Shuning uchun nimaga teng bo'ladi? 0 ga teng bo'ladi. Tushundingmi buni? Xo'p, chizib olinglar agar tushungan bo'lsa. Xo'p, bo'lmasa davom etamiz. Xo'p, birinchi bo'lmasa ta'rifini yozib qo'yaylik. Elektr maydon oqimi.
elektr maydon oqimi. Biror yuzadan oqib o'tuvchi elektr maydon kuchlanganligi biror yuzadan tik ravishda deyiladi. Biror yuzadan tik ravishda oqib o'tayotgan maydon kuchlanganligi elektr maydon oqimi deyiladi. Qandaydir mana S yuzadan tik ravishda oqib o'tayotgan elektr maydon kuchlanganligi yoki kuch chiziqlar soni bu elektr maydon oqimi deyiladi deyapmiz. Buni n bilan belgilaymiz. Formulasi bo'lsa y ko'paytirilgan s. Bu joyda y maydon kuchlanganligi, s bo'lsa shu maydon kuchlanganligi yoki kuch chiziqlari oqib o'tayotgan yuza bo'ladi. Buni kuch chiziqlari soni desak ham bo'ladi. Tushundingmi? Hop, birligi nima bo'ladi endi buni? Newton taqsim kulomb ko'paytirilgan metr kvadrat bo'ladi. Hop, bundan tashqari Gauss teoremasi bor. Qarang, Gauss teoremasi nima deydi? Gauss teoremasi tarixini yozib qo'yaylik buni ham. Mana formulani yozib oling oldin. Shu maydon oqimi haqida bilan bo'ldimi, formulani yozib bo'ldingmi? Berg sirt orqali o'tayotgan elektr maydon oqimi shu sirt ichida joylashgan zaryadlar yig'indisiga to'g'ri proporsionaldir. Demak, bizda ixtiyoriy berg sirt berilgan bo'lsa, berg sirt deganimiz bu fazoda sfera ko'rinishida bo'lishi mumkin yoki konus, qandaydir ixtiyoriy hamma tomoni yopiq bo'lgan sirtda shuning ichida bir nechta zaryad joylashgan. Q1, Q2, Q3 va hokazo Qn ta zaryad joylashgan. Endi Gauss teoremasida nima deyapti? Shu yopiq sirtdan oqib o'tayotgan maydon oqimi, elektr maydon oqimi zaryadlari umumiysiga, ya'ni zaryadlar yig'indisiga to'g'ri proporsional deyapti. Q1 plus Q2 plus va hokazo Qn ga to'g'ri proporsional va elektr doimiysi Y0 ga va muhitni dielektrik singdiruvchanligi Y ga teskari proporsional. Tushundingmi buni? Endi mana bundan foydalanib biz sfera yoki sharni hosil qiladigan maydon kuchlanganligini topishimiz mumkin. Qarang, birinchi o'rinda buni yozib qo'yinglarsizlar. Yozib olinglar oldin, keyin davom ettiramiz. Bo'ldingmi? Endi qarang. Shar va sferaning maydon kuchlanganligi. Shar va sfera maydon kuchlanganligi. Birinchi o'rinda
oddiy holatda sharni sirtidagi yoki shar sirtidan qandaydir x masofadagi mana bu ikkinchi nuqta deylik, shar sirtini birinchi nuqta deylik. Sharni radiusi r ga teng bo'lsa, shu nuqtalardagi maydon kuchlanganligini oddiy nuqtaviy zaryadni maydon kuchlanganligidan hisoblab topsak ham bo'ladi. Ya'ni bunda nima qilamiz? Agarda mana shar bu elektrik bo'ladigan bo'lsa, unda biz bunga zaryad bergan paytimizda zaryad uni sirti bo'ylab teng taqsimlanadi. Ya'ni bir xilda taqsimlanadi sharlar. Agarda shar bo'lmasdan boshqacha kub shaklida bo'ladigan bo'lsa, qancha qirrali joyi bo'lsa, shu qirrali joyga zaryad ko'p to'planadi. Endi sharda qirra bo'lmaganligi uchun hamma tomonda nima qanday taqsimlanadi? Bir xilda taqsimlanadi. Va xuddi shu hamma zaryad buni markazda joylashgan deb turib, nuqtaviy zaryadni maydon kuchlanganligini topsak bo'ladi. Tushundingmi? Birinchi bilishimiz kerak bo'lgan qoida, o'tkazgichning ichida maydon kuchlanganligi nimaga teng bo'ladi? Nolga teng bo'ladi. Demak, shar bo'ladimi, sfera bo'ladimi, uning ichida maydon kuchlanganligi nimaga teng? Nolga teng. Endi sirtidagi maydon kuchlanganligi bu markazdagi quvvat zaryadni o'zidan kar masofada hosil qilayotgan maydon kuchlanganligi bo'lib qoladimi? Shunda y sirtida k q taqsim r kvadrat bo'ladi. Endi bundan uzoqroqda bo'ladigan bo'lsa, misol uchun sirtidan x masofada joylashgan nuqtada bu y tashqarisida deylik. Tashqarisida bo'lsa nima qilamiz? K q taqsim masofani nima deb olaylik? R plus x ni axir zaryaddan bu joygacha R plus x ni nimasi? Kvadrat. Masala ishlayotganimizda juda e'tiborli bo'lamiz, chunki qarang, bitta masalada mana bunday savol beryapti. Radiusi 10 cm bo'lgan metal sfera markazidan 6 cm masofada joylashgan maydon kuchlanganligini toping degan. Tushundingizmi savolni? Radiusi o'zi 10 cm, lekin markazdan 10 cm masofada joylashgan maydon kuchlanganligini toping degan. Agar siz mana bu formulani qo'yib turib r o'rniga 6 qo'ysangiz, bu nechadir son chiqadi? Shu to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, nimaga? Maydon ichida joylashgan bu nuqta, ichidagi hamma nuqtada maydon kuchlanganligi nimaga teng? Nolga teng. Tushundingmi? Endi sizdan radiusi 10 cm, uni markazdan 12 cm masofadagi maydon kuchlanganligini toping desa, unda mana uni o'rniga 12 ni qo'yib ishlasangiz to'g'ri chiqadi. Tashqarida bo'lsa. Endi mana zaryadni qarang. Maydon kuchlanganligi y ni masofaga bog'liq holda o'zgarishini qarab chiqamiz. Bizda sharni markazi mana bu nuqtada joylashgan deb qarasak, sharda mana bu joyda chizib olsak, masofa ortgan sari uni maydon kuchlanganligi qanday o'zgaradi? Radiusgacha o'zgaradimi? Mana masofamiz r radiusga, ya'ni x radiusga teng bo'lguncha maydon kuchlanganligi 0 ga ketaveradi. Shundoq sirtiga ko'tarilishi bilan maydon kuchlanganligi qandaydir qiymatdan boshlab, misol uchun y dan boshlab, bu 1 taqsim x kvadrat funksiyani grafigami nima bo'ladi? Mana bunday egri chiziqli kamayadi. Lekin hech qachon 0 gacha yetib tushmaydi. Cheksizlikda 0 bo'ladi deb aytishimiz mumkin, chunki juda ham kamayib ketganligi uchun. Tushundingizmi buni? Endi maydon shar va sferani elektr maydonini hisoblashni bundan tashqari mana Gauss teoremasi orqali ham hisoblashimiz mumkin. Qarang, sharni sirtida joylashgan zaryadni sirt zichligini topaylik birinchi. Sirt zichligini zaryadi sigma bilan belgilaganmiz. Buni topish uchun zaryadni yuzaga nima qilishimiz kerak? Bo'lishimiz kerak. Endi bizda n elektr maydon oqimi y ko'paytirilgan s ga teng bo'lyaptimi? Va bundan tashqari Gauss teoremasiga ko'ra n bizda quv zaryad bor, umumiy quv zaryad. Mana endi faqat bitta quvni yozsam bo'laradimi? Chunki umumiy zaryad miqdorini epsilon 0 ga nisbati bo'ladi. N barobar quv taqsim epsilon 0 deb yozmasam. Mana bu joydan
Quvni topsam nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Sigma ko'paygan s bo'ladi. Demak, n barobar sigma ko'paygan s taqsim epsilon epsilon 0 va bu ham yana nimaga teng? Mana tepadagi ta'rif bo'yicha yozgan formulamizda y ko'paygan s kabi slar qisqarib ketsa, shar va sferani o'tkazgichdan yasalgan bo'lsa, bu faqat agar dielektrik bo'lsa, biz uni topa olmaymiz. Uni u keyinroq institutlarda o'tasizlar. Mayli elektr maydon kuchlanganligini topsak, nima bo'lar ekan? Sigma taqsim epsilon epsilon 0. Ya'ni siz shar va sferani maydon kuchlanganligini topishingiz uchun sizga faqat sigmani bersa bo'ldi. U havoda yoki vakuumda bo'lsa epsilon 1 ga teng, epsilon 0 bo'lsa bu doimiy o'zgarmas son. O'tgan darsda 8.85 onun ustida -12 ga teng edi. Hop, endi biroq tekislikda maydonini ham tutib ketaraylik. Tekis zaryadlangan tekis zaryadlangan cheksiz tekislikning maydoni. Qarang, bizda mana bunday plastinka berilgan. Odatda bu cheksiz katta deb beriladi. Cheksiz katta deb berilishining sababi maydon chiziqlar agar bu musbat zaryadlangan bo'lsa, musbat zaryaddan qanday yo'l oladi? Chiquvchi bo'ladi. Demak, mana bu tomonga chiquvchi maydon hosil qiladi bu. Shu maydon chiziqlari bir-biriga nima bo'lishi kerak? Parallel bo'lishi kerak. Parallel bo'lishi kerak. Agarda biz buni kichik deb oladigan bo'lsak, mana qarang, kichik tekislik deb oladigan bo'lsa, o'rtalaridan hop parallel chiqadi, lekin mana chekkalarga kelganda mana bunda egrilish bo'lib qoladi. Shu egrilanishni oldini olish uchun, ya'ni bu murakkablashtiradi masalalar ishlashda. Shuning uchun sizga beradigan masalada faqat cheksiz tekislik deb beradi. Tushundingizmi? Ashlar tezligida ham farqi bo'ladimi? Agar bunday ketayotgan chiziqlarda farqi bo'ladi, parallellar. Yo'q, tezligi bir. Tezligi nechada bo'ylaysiz? Yorug'lik tezligida bo'ladi. Elektr maydon yorug'lik tezligida tarqaladi. Shuningdek tezligida farqi bo'lmaydi. Hop, endi mana parallel plastinka turgan bo'lsa, qarang mana. Bu tomoni ham musbat, bu tomoni ham musbatmi? Demak, bu tomonga nechta chiziq chiqargan bo'lsa, qancha maydon hosil qilayotgan bo'lsa, bu tomonga ham shuncha maydon hosil qiladi. Tushundingmi? Endi buni maydon kuchlanganligi 2 ga bo'linib qolayotganligi uchun y bitta plastinkani maydon kuchlanganligi y sigma taqsim 2 epsilon epsilon 0 degan formula bilan hisoblaymiz. Tushunarlimi bu? Endi agarda maydon kuchlangan chiziqlari bir-biriga parallel joylashgan bo'lsa, buni mana bu nuqtasida ham maydon kuchlanganligi y ga teng, bu nuqtasida ham maydon kuchlanganligi y ga teng. Ya'ni hamma nuqtada maydon kuchlanganligi nima bo'ladi? Bir xil bo'ladi. Buni bir jinsli maydon deymiz. Tushundingmi? Fazoni hamma nuqtasida maydon kuchlanganligi bir xil bo'lgan elektr maydoni bir jinsli maydon deydi. Tushundingmi? Yozishimiz shartmi yo shart emasmi? Demak, bir jinsli bo'lish sharti y nima bo'lishi kerak? O'zgarmas, konstanta bo'lishi kerak. Va shu holatda bo'lsa, bu bir jinsli maydon deyiladi. Tushundingizmi? Endi qarang, parallel plastinkalarda orasidagi maydon kuchlanganliklarini hisoblaymiz. Bittasi musbat zaryadlansin, boring yana ikkinchisi ham musbat zaryadlansin. Sizda endi bu tekislikka doir masalalar berishda zaryadni berish ma'nosiz bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki cheksiz tekislikka qancha zaryad bersangiz ham u cheksiz nima qiladi? Kamayib ketadi. Chunki tarqab ketadi hamma tomonga. Shuning uchun bunda sizga zaryad bermaydi-da, zaryadni sirt zichligi beriladi. Plus sigma va bu tomoni ham plus sigma 1 va sigma 2. Mana oradagi biror nuqtadagi maydon kuchlanganligini topadigan bo'lsangiz, birinchi tekislik musbat bo'lganligi uchun bu tomonga qarab y bir hosil qiladimi? Ikkinchisi ham musbat bo'lganligi uchun bu tomonga qarab
Y2 maydon hosil qiladi. Tushundingizmi? Demak, ichidagi maydon kuchayganligi Y umumligimiz yoki Y ichkarisida Y1 minus Y2 kattasidan kichigini ayirib, kattasining yo'nalishini olib qo'yamiz. Tashqarisida bo'lsa, mana nuqtani oladigan bo'lsa, birinchisini maydon kuchlanganligi bu tomonga qarab bo'ladi, Y1. Ikkinchisini maydon kuchlanganligi bu ham shu tomonga qarab bo'ladi. Bir tomonga qarab yo'nalib qolyaptimi? Demak, Y tashqarisidagisini topadigan bo'lsangiz, unda Y1 plus Y2. Tushundingmi? Yoki buni mana Y ichkarisidagini mahraj bir xil bo'ladimi? Sigma 1 plus minus sigma 1 minus sigma 2 taqsim 2 epsilon 0 deb topsangiz bo'ladi. Tashqarisidagini bo'lsa plus plus sigma 1 plus sigma 2 taqsim 2 epsilon 0. Sizga berilgan masalalarda asosan sigmalar bir xil bo'lgan masalalar. Tushundingmi? Sigmalar bir xil bo'lsa, ya'ni sigma 1 sigma 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, unda Y ichkarisidagisi nimaga teng bo'ladi? O'ylang tez. Sigma 1 bilan sigma 2 sigma. Yo'q, sigma taqsim Y ichkarisida ayirmami? Sigma minus sigma nima bo'ladi? 0. Demak, ichkarisida 0 bo'ladi. Tashqarisida yig'indi bo'lib qolyaptimi? Y tashqarisida sigmalar bir xil bo'ladigan bo'lsa, sigma taqsim sigma taqsim epsilon 0 bo'lib qoladi. Tushundingmi buni? Endi zaryadlar har xil bo'ladigan bo'lsa-chi. Misol uchun ma'lum plus sigma, bunisi minus sigma bo'lsa, ichida yig'indi bo'lib qoladi endi, chunki ichida bir tomonga qarab yig'iladi. Ma'lum nisbatdan chiquvchi, bu manfiga kiruvchi bo'lib qoladi. Shuning uchun ichkarida Y umumligimiz Y1 plus Y2, tashqarisida ma'lum nuqtani oladigan bo'lsak, musbatdan chiquvchi manfiga kiruvchi bo'ladi. Bu tashqarisida Y tashqarida Y1 minus Y2. Ya'ni agarda sigmalar teng bo'ladigan bo'lsa, ichkarisidan bunga teng bo'lib qoladi, tashqarisidan 0 ga teng bo'lib qoladi. Qarama qarshi ishora bilan zaryadlangan bo'lsa. Tushundingmi buni? Hop, yozib olinglar.